Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim. Qandaysiz? Xayrli oqshom bo'lsin. Buni kechasi olyapman-da. Mana 2026-yilni Xudo xolasa 1-yanvari kech soat 1 ga yaqinlashib qoldi, Xudo xolasa. Ilohim yangi yilimiz xayrli kelgan bo'lsin, ilohim baraka olib kelsin, ilohim har bir xonadonda tinchlik, osoyishtalik bo'lsin. Bilasizmi, boyliklarning eng boyligi ko'ngilning ruhiy xotirjamligi sizni tark etmasin. Ilohim Melisa bilan doktorga ishingiz tushmasin. Va ko'rsatayotgan shisha idishlarimni bilasizmi, egalari ko'karib chiqishdi hozir. Buni egalari. Bular hammasi mana shu uchalasi demoqchiman. O'tgan asrdagi aksessuar bo'lib qoldi men uchun. Tashlayotgim kelmaydi mana misdan. Juda ham men uchun qimmatbaho ne'matlar bular, tabarruk demoqchiman. Bir-biringizni qadriga yeting. Allohim, qo'lingizni bir joyga urib olsangiz, bilasizmi? Ozginadan keyin bir yarim kun og'rish mumkin, bir kun og'rish mumkin. Ketadi, og'riq qoladi. Ammo qalb og'rig'i yomon-da. Ketmaydi, shanasin bir umr qolib ketadi. Shuning uchun bir-birlaringizni xafa qilib, dil ozorlik qilishdan Alloh o'zi saqlasin. Dilozorlik qilmanglar demoqchiman-da. Yaxshi gap yaxshi-da. Ilohim bir-birimiz yuzimizga issiq qilsin. Yomonlikdan ko'ra yaxshilik yaxshi. Yaxshilik qilavering. Ilohim bu hamma yaxshiligimiz ilohim farzandlarimizga qaytadi. Kimnidir dilini o'rsak, biz maza qilib dilini o'rtib oldik, xursand bo'lishimiz mumkin. O'sha dil og'rishi o'zimizga qaytmaydi, ertaga farzandimizga qaytib, farzandimiz kimdir tomonidandir xafa bo'lganda sizga aytadi, onajon shunaqa xafa bo'lib qoldim palonchidan deydi-da, men palonchini og'rituvdim deb xuddi sizdagi og'riq bu farzandingizga qaytgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qalb og'rig'idan ehtiyot bo'ling. Bir-birlaringning qadriga yetinglar. Bu dunyo o'tkinchi dunyo, ozginagina berilgan xolos biz uchun, siz uchun, biz uchun sinov, omonat va ijaraga berilgan uyimizda, bu uyimiz, bu dunyodagi uyimiz. Ilohim, karma degan qonun bor-da. Xudo xolasa shu karma qonuni haqida sizga aytaman. Bu Braziliyani kuchli mutafakkir yozuvchisi, hozir ham tirik, Paulo Coelho, adashmasam ismini to'g'ri aytib turgan bo'lsam, shuni Alkimiyogar degan kitobini sizlarga tavsiya qilaman, aytib beraman ozgina keyingi anaqalarimiz Xudo xolasa niyatim bor shu to'g'risida aytish sizlarga. O'zlaringizdan ehtiyot qilinglar, bir-birlaringdan ehtiyot qilinglar. Ilohim salomat bo'linglar. Xayrli oqshom bo'lsin.